Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli obunachilar. Bugun ikki xonali uyimiz sotuvga chiqdi. 23-kvartal Chilonzorda Farxatskiy Chorrahadan Knijniga ketishda havasni to'g'risidagi g'ishtlik uy sizga qisqacha obzor qilib o'tamiz. Xonadonimiz balkoni 2 ga 6, umumiy kvadrati 50 kvadrat metr. G'ishtli xonadon. Kirib kelganimizdan keyin mana to'g'ridagi sariq dom. Mashina qo'yish uchun ham parkovочный zonalarimiz yetarlicha. Zeleный zona, dekorativniy juda chiroyli ko'rishingiz mumkin. Hamda uyning orqasida детская площадка bor. Xonadonimiz 5 etажkani 5-etajida. Xonadonga kirganimizda shinamgina koridorimiz bor. Bu yerda mana sanuzel razdeli hojatxona ko'rishingiz mumkin. Bu yerda dushovая kabina. Dushovая kabina. Bu taraf обеденный zona bilan balkonni bitta qilishgan. Misol bitta ovqat qilsalaring agar bitta чисто обеденный zona qilsalaring ham bo'ladi. Endi navbat mehmonxonaga. Гостиная komnata, hamma mebel texnikalarimiz qoladi. Buni 2 xonali kvartiramizni 3 xona qilsangiz ham bo'ladi. Balkoni katta, shinamligi uchun. Ve spalnya zona. Mana shunaqa katta shkaflari, tumbuchkalari, kravatlari juda yaxshi ekan. Xonadonimizning narxi esa $69,900. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kommentariya, like tugmalarini bosishni unutmang hamda bizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.